Jizzax viloyati Do'stlik tumanida mana 2025-yilda Do'stlik yoshlar shaharchasi qurilib barpo etildi. 10 gektardan ziyod yerga mana shunday ajoyib maskan qurildi. Bu demak Renessans majmuasi qurib bitkazildi. 2026-yilda mana xalqimizga ko'rgazmali maskan sifatida, ziyoratgoh sifatida mana hozir o'rnak sifatida viloyatda, kerak bo'lsa respublikada mana shu namunali maskan hisoblanib turmoqda. Bu maskanning qurilishidan asosiy maqsad mana bu yerda bobolarimizning, ajdodlarimizning merosini, demak, o'rganish, ularning madaniy merosini, ilm fanga bo'lgan qo'shgan hissasini mana shu ikki daryo oralig'ida mana shu bobolarimiz o'zining fanga bo'lgan, tarixga bo'lgan, dinga bo'lgan hissalarini qo'shganligini barcha mana shu Renessansda barchasi ko'rsatilgan. Birinchi Renessans demak 9-asrdan 12-asrgacha bo'lgan davrni o'z hisobiga olib Ibn Sino, Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy kabi bobolarimiz mana shu yurtda yashab o'tgan va ijod qilgan. Qolaversa, ikkinchi Renessansda mana 14-asrdan 15-asr o'rtasida mana shu buyuk bobokallarimiz Sohibqiron davlat arbobi Sarkarda Amir Temur bobomiz mana shu ikkinchi Renessansga poydevor, ya'ni asos solgan. Qolaversa, bu hozirgacha mana bizning Samarqand, Buxoro, demak Xiva kabi mana shu Qo'qon shahridagi demak yodgor, tarixiy yodgorliklarimiz hammasi mana madaniy meros hisoblanadi. O'sha davrning demak bizgacha yetib kelganlari mana hozir ham demak qad ko'tarib turibdi. Qolaversa, mana shularning davomchi sifatida mustaqillikka erishganimizdan keyin 91-yildan keyin mana asosan 2017-yildan keyin muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan tashabbuslari bilan yoshlarni 3-Renessans barpo etish masalasida o'zining tashabbusini ko'rsatib, mana yurtimizda mana shu hamma yerlarda mana shu yurtimiz respublika bo'yicha 3-Renessans demak maskanlari, tarixiy yodgorliklari barpo etilgan. Shu jumladan mana Do'stlik tumanida ham shu tarixiy majmua barpo etilgan bo'lib, bu yerda hamyurtlarimiz, ya'ni Do'stlik aholisi, fuqarolar, yoshlar asosan kelib mana shu yerda ajdodlarimizni kim ekanligini, nima bilan shug'ullanganligini, o'sha yurtga qanday hissa qo'shganlariga o'sha yerda hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Buning asosida nima yotadi? Buning asosida yoshlarga mana shu ilm fan bilan shug'ullanish, tarixiy madaniy merosni o'rganish, mana shu ilm fanga qo'shgan hissalarni mana o'sha bobolarimizning tarixiy kitoblardan bilib, ya'ni mana shularni davom ettirish, izdosh bo'lishligidan dalolat ekanligini bilishimiz kerak. Qolaversa, mana yangi Renessansda mana ilm fan, texnika, innovatsion demak texnologiyalarning, IT parklarning rivojlanishi mana shunga katta bir yaqqol misol bo'ladi. Shulardan bittasi mana shu yonma-yon qurilgan IT park ham Do'stlik tumanida birinchilar qatorida qurilgan majmua hisoblanadi. Qolaversa, mana shu yurtimizda yoshlarimizga bu tarbiyaviy ahamiyati, tarixiy ahamiyatga ega ekanligini yaqqol ko'rinib turibdi.